bor aytmoqchimanki, mana shu teatr studiyasidagi Qandiyor boshchiligidagi yoshlar studiyasi alohida bizga katta yordam berdi. Mana shu studiyaga qolaversa, mana Qandiyorga men o'zimni minnatdorchiligimni bildirmoqchiman. Hayot falsafasi spektaklini o'ynab, mana Xudoga shukr bitirdik. Ko'z ochib yumgancha vaqt o'tib ketdi birpasda. Sahnada hayajon o'ta kuchli bo'ldi. Men qancha repetitsiya qilaversak, qancha repetitsiya qilgan bo'lsak, shuncha qanday desam ekan. Shu spektaklga mehrimiz jo'shdi, qanday boshlansa uyg'ondi ichimizda. Yana bir bor barchaga. Bugungi spektaklimiz zo'r o'tdi. Bugun men yigit rolini ijro etdim. Hayot falsafasi nomli spektaklimizni ilk bor qo'ydik, namoyish etdik. Xudo xolasa bu namoyishlarimizni katta joylarda qo'yish nasib qilsin. Allohim. So'zlarimga rahmat aytaman Qandiyor Rustamov. Mana Asdullo Xoliqov, rahmatlar aytaman. Hammaga, barcha kasbdoshlarimga ham omad tilayman.